Isloh jamoatda ichidan bo'lishi, tashqaridan bo'lishligidan ko'ra foydaliroq, ta'sirliroq ekan. Xususan mutaassib bir jamoatlar ichida ularni o'zlarini ichidan bir odam chiqib islohga harakat qilishligi tashqaridan qilinishligidan ko'ra yaxshiroq ta'sir qiladi. Shuning uchun ham mana bir san'atkor, qo'shiqchimi, aktyormi hidoyat topib, keyin odamlarni da'vat qilishi 1000 ta da'vatchi da'vat qilishligidan afzal. Chunki odamlar 1000 ta da'vatchidan eshitmaydi, bularning adashganlar gapiraveradi deydi. Ammo ularni o'zidan chiqib tavba qilgani gapirsa, uni eshitib ko'rishadi. Nima deyapti? Bu o'zimizdan chiqqan odam deydi. Ana shuning uchun ham ahli botil o'sha o'zlaridan chiqayotganlardan qo'rqadi. Shuningdek, masalan, saroy mullalar ichidan ham bittasi tavba qilib qolsa, haqiqatda qabul qilib, haqiqatni gapirib qolsa, bu tashqaridan gapirayotgan, tashqaridan haqiqatni qabul qilayotgan odamlarning 1000 tasidan ko'p ta'sir qiladi ularga. Ana shuning uchun ham ular mehrobdan choyon chiqdi deb oladi. Birdaniga bitta odam agar chiqib haqiqatni gapirsa. Siyosiylar ichidan ham bitta siyosiy chiqib haqni gapirishligi siyosatga aralashmayotgan, tashqarida turgan, siyosatga qo'shilmayotgan 1000 ta odam gapirishligidan afzal. Bir 135-foyda. Haq so'zni aytishdan o'zingni kichkina sanama. O'sha bilan ko'p gaplar o'zgarib ketishligi, katta bir voqealar bo'lib ketishligi mumkin. Tarix yo'nalishi o'zgarib ketishligi mumkin. Mana qarang, shularni akalarning ichidan bir aytuvchi aytayapti. Shu bilan Yusuf alayhisalom qatldan o'sha quduqqa tashlashga o'zgaryapti u kishining taqdiri. Shu bilan tirik qolib, umuman boshqa voqealar bo'lib ketyapti. Ba'zi odamlar borda amr ma'ruf nahiy munkarni so'z bilan qilishlikda nazar pisand qilmaydi. O'tirib olib gapiravergan bilan nima bo'laydi deydi. Qilish kerakda nimadir deydi. Xo'p, nimadir qilish qo'limizdan kelsa qilamiz, qo'l bilan o'zgartiramiz munkarni. Lekin qo'limizdan kelmagandan keyin iloji yo'q quruq gap bilan o'zgartiramiz. Men hozir mana shu bitta akani ham qolgan, mana bu 10 ta akaga hech qo'li bilan kuchi yetmasdi. Uni ham qo'shib bir narsa qilishardi agar bu kishi qo'l bilan o'zgartiraman desa munkarni. Shuning uchun tili bilan o'zgartirishga harakat qilyapti. Ana qoli qoilun minhum, aytuvchi aytdi deyapti. Aytish bu gap bilan bo'ladi. Fa'ala fa'ilun minhum, ulardan bir qiluvchi qildi demayapti Alloh. Demak, gap bilan ham ko'p narsalar o'zgarib ketadi. Mana qarang, Firavunning xotini fe'l bilanmi, gap bilanmi Musa alayhisalomning tirik qolishiga sabab bo'ldi. U xotin ham xuddi mana shu ishni qildi. La taqtuluhu deb bir og'iz gapirdi. O'ldirmaylar shu bolani dedi va haqiqatan o'ldirmadi Firavun. Firavun xonadonidagi mu'minning qissasini qarang. Qol rajulun mu'minun min ali Firavun yaktumu iymanahu ataqtuluna rajulan an yaqul robbiyalloh. Firavun xonadonidan iymonini yashirib yurgan bir mu'min bir odam Robbim Alloh desa o'ldiraverasizlarmi deb bir og'iz gapirdi. Shu bilan haqiqatan o'ldirish fikridan qaytdi Firavun Musa alayhisalom. Demak, amr ma'ruf nahiy munkarni so'z bilan qilinishga bepisandlik qilmaslik kerak. Haqni aytishlikda, nima bo'laydi aytgan bilan demaslik kerak. Odam o'zini kichkina sanamaslik kerak. Bitta men aytganim bilan nima bo'laydi? Ha, bitta sizni aytganingizga qarab o'tirgan bo'lish mumkin ba'zan. Masalan qarang. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga savol berganlar. Daraxtlardan bir daraxt bor, baraka to'kilmaydi uning misoli mu'minning misoli. Hamma har xil daraxtlarni gapirgan, hech kimsani xayoliga kelmagan Rasululloh maqsad qilayotgan daraxt nimaligi. Ammo o'sha yerda o'tirgan kichkinagina bir sahobiy Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuni xayollariga kelgan shu xurmo bo'lsa kerak dedim, lekin qavmning ichida kattalar o'tirganda Abu Bakr, Umar deylar, men kichkinagina bo'lib olib shu bilag'onlik qilmay dedimda, aytmadim deganlar. Keyin otamga aytdim, men bildim shuni. Rasululloh aytganda, lekin shu sizlar kattalar o'tirganinglar uchun aytmadim deganda Umar aytganlar-ku, shuni aytganingda menga palon narsalardan suyukli edi bu deganlar. Ya'ni u xurmo daraxti bo'lgan. Mu'minga o'xshagan daraxt. Hech kim topolmagan, lekin shu haqiqatni kichkinagina bir sahobiy Abdulloh ibn Umar bilib o'tirgan bo'lgan. Ammo o'zini kichkina sanab aytmagan shuni. Mana shundan hozir aytayapmiz, odam haqni agar bilsa yoki boshqalar uni aytmayotgan bo'lsa, o'zini mayda odamman, men aytishga menga yo'l bo'lsin deb emas, aksincha, mayda odam bo'lsa ham aytish kerak. Bitta menga qarab qolmagandir demaslik kerak. Yo'q. Bitta sizga qarab turgan bo'lishi mumkin, aytish kerak.
Shu bilan ko'p narsalar o'zgarib ketadi. Mana bir akani gapi bilan shuncha voqea o'zgarib ketdi. Keyin haq kishilar bilan bilinmaydi. Kishilar haq bilan bilinadi. Ya'ni mana qarang, Alloh oyatda o'sha aytuvchi aytdi deyapti. Ba'zi odamlar bor-da, nima emish? Masalan, muhaddislar notanish odamdan rivoyat olmaydi-ku. Majhul deydi hadis ilmida unaqangi rivoyatda. Shuning uchun ba'zi odamlar keladi-da, hozir haqda aytayotgan odamlardan haqni olmaymiz biz deydi. Nimaga desa, chunki muhaddislar ham notanish kishidan hadis olmagan-ku deydi. Shuning uchun bir odam chiqib haqni gapirsa, olmayman men deydi. Notanish bu. Katta bir shubha bo'lmadi shu haqni qabul qilmaydigan odamlarda. Ha, buning o'zi kim? Kim buni ta'minlab turibdi? Kim buni orqasida turibdi? Kim gapirtiryapti buningni? O'zi qayerda o'qigan bu? Ota-onasi kim buni? Men qayerdan bilaman deydi. O'zichaki muhaddislar ishini hujjat qiladi. Asli bunaqangi odamlarga buni tanishtirib bersangiz ham yetti pushti bilan undan haqni qabul qilmaydi baribir. Ammo mayli. Bu uslubi unga uzilmasligini hozir tushuntirmoqchimiz. Mana qarang, Alloh aytayapti. Bir aytuvchi aytdi haqni. Haq kishilar bilan bilinmaydi, kishilar haq bilan bilinadi. Shuning uchun ham muhaddislarning uslubi bu yerga tushmaydi. Sababi muhaddislar bir rivoyat uki avval unga o'xshagan rivoyat kelmagan. Ana shunaqangi rivoyatni qabul qilish, qabul qilmaslikda kishilar aniqlashgan. Ammo agar bir gap o'zi haq gapligi shariatda isbotini topgan bo'lsa, masalan, Qur'onda bitta oyat turibdi, uni tasdiqlaydigan yoki bir sahih hadis turibdi, uni tasdiqlaydigan. Bir odam keldi-da, noaniq odam aynan shu gapni aytayapti. Olmaymizmi endi? Noaniq deb. Ha, bunda biz Qur'onni, sunnatni tashlab o'rgan bo'lamiz. Demak, bu yerda noaniqlik zarar qilmaydi deyiladi. Bu odam o'zi kimligi noma'lum bo'lsa ham, ammo bu gap o'zi mana Qur'onda turibdi. Va bu gap o'zi mana hadisda turibdi deyiladi. Ana shuning uchun mana sadaqaka va huwa kasub, o'zi kazzob bo'lsa ham senga rostni aytdi deb iblisdan bo'lsa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oyatul kursining fazlini olganlar-ku. Shuning uchun haq uni qoili kim bo'lishidan qat'iy nazar qabul qilinadi. U haq aniq narsa chunki. Muhaddislarning holati u yangi bir hukmni isbot qilayotgan hadis haqida kelgan. 136-foyda. Isloh jamoatni ichidan bo'lishi tashqaridan bo'lishligidan ko'ra foydaliroq, ta'sirliroq ekan. Mana qarang. Qala qoilun minhum dedi Alloh. Qoil minhum, gapiruvchi o'shalarning o'zidan. Ana shuning uchun bu ta'sir qildi ularga. Agar tashqaridan bir odam kelib ularga mana shu paytda o'ldirmanglar bu Yusufni desa, hech qachon ular ehtimol qabul qilmasdi bu gapni. Senga nima derdi? Tabiiy. Sen nimaga bizni oilaviy ishimizga aralashyapsan? Nimaga sen aka-ukalarning ishiga burningni tiqyapsan? Bor bu aka-ukalarning janjali, o'zlari kelishib olishadi degan bo'lardi ular. Ammo ishlaridan o'zlaridan biri chiqib shuni gapirgandan keyin vaziyat haqiqatan yumshadi. Xususan mutaassib bir jamoatlar ichida ularning o'zlarini ichidan bir odam chiqib islohga harakat qilishligi tashqaridan qilinishligidan ko'ra yaxshiroq ta'sir qiladi. Shuning uchun ham mana bir san'atkor, qo'shiqchimi, aktyormi hidoyat topib keyin odamlarni da'vat qilishi 1000 ta da'vatchi da'vat qilishligidan afzal. Chunki odamlar 1000 ta da'vatchidan eshitmaydi, bularning adashganlar gapiraveradi deydi. Ammo ularning o'zidan chiqib tavba qilgani gapirsa, uni eshitib ko'rishadi. Nima deyapti bu o'zimizdan chiqqan odam deydi. Ana shuning uchun ham ahli botil o'sha o'zlaridan chiqayotganlardan qo'rqadi. Chunki tashqaridan qilayotganlardan ko'ra o'zlaridan chiqqanlar ularga ko'proq zarar beradi. Ular buni yaxshi biladi. Mana Firavun sehrgarlarini qarang. Firavunning o'zining ichidan chiqdi-da ular. Musa alayhisalom tashqaridan keldilar. Ammo bu o'zining ichidan chiqdi. Shuning uchun Firavun chidolmay ularni osib o'ldirdi. Musa alayhisalomni o'ldirmasa ham ularni o'ldirdi, qarang. Chunki qo'rqib ketdi-da, o'zining ichidan chiqdi, butun ichki tizimni parchalab yuborishligi mumkin bu. Shuningdek, masalan, saroy mullalar ichidan ham bittasi tavba qilib qolsa, haqiqatda qabul qilib, haqiqatni gapirib qolsa, bu tashqaridan gapirayotgan, tashqaridan haqiqatni qabul qilayotgan odamlarning 1000 tasidan ko'p ta'sir qiladi ularga. Ana shuning uchun ham ular mehrobdan chayon chiqdi deyoradi. Birdaniga bitta odam agar chiqib haqiqatni gapirsa, siyosiylar ichidan ham bitta siyosiy chiqib haqni gapirishligi, siyosatga aralashmayotgan, tashqarida turgan, siyosatga qo'shilmayotgan 1000 ta odam gapirishligidan afzal. Shuning uchun ham masalan boshqalar gapiryapti-ku degan narsa bilan odam o'zini o'zi aldashligida ham mana shu qonunni tushunib olish kerak.
Agar u boshqalar tashqaridan turib gapirayotgan bo'lsa, siz ularda ichida bo'lsangiz, ichidan gapirish hech qachon u boshqalar tashqaridan gapirganga teng qilinmaydi. Albatta bu ta'sirliroq bo'ladi, ichdan gapirish kerak.